Sure Nebe tercümesi 1. ayetten başlap okuyunuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismiyle başlayayım. Müşrikler özara nimi toğırlık soruşudu? Ola çoğun bir haber, yani kıyamet toğırlık soruşudu. Ola şu, yani kıyamet toğrısıda ixtilaf qilishqichilardir. Hergiz undaq emas. Kıyamet ularning o'ylig'indek yolg'on emas. Ular haqiqiy ahvolni kelgusida biladi. Hergiz undaq emas. Ular beshiga kelgan azobni kelgusida biladi. Ziminning ustida muqimlashishinglar va keng tuzlanliklarga ziroat terib foydalanishinglar uchun ziminni besot qilmadikmi? Ziminning tavrab ketmasligi uchun tog'larni qo'ziq qilmadikmi? Sizlarni ayol qilib yaratdik. Uyquni sizlarning badaninglar uchun rohat qildik. Kechini libos qildik. Kunduzni sizlar terikchilik qiladigan vaqt qildik. Ustinglarda mustahkam 7 osmonni bino qildik. Sizlar uchun yenib turgan chiroqni, quyoshni yaratdik. Ochliqlarni, o't-cho'plarni, daraxtlari, qo'yuq bog'chilarni o'stirish uchun bulutlardan mo'l yomg'ir yog'dirib berdik. Qiyomat kuni haqiqatan mukofotlash va jazolash vaqtidir. U kuni sur chelinadi. Sizlar top-top bo'lib kelisizlar. Osmon ichilib, nurg'un eshiklar paydo bo'ladi. Tog'lar harakatlantirilib, sarobdek bo'lib qoladi. Ya'ni tog'lar to'zib, yiroqdan qarg'uchiga suvdek tuyuladi. Jahannam haqiqatan kuffarlarni kutib turdi. Jahannam shubhisizki gunohkorlarning joyidir. Ular jahannamda uzoq muddat qoladi. Ular jahannamning haroratini yenikiltilgan birer so'rinlikka va tashnalikni qondiradigan birer ichimlikka erisholmaydi. Ularning erishidigani faqat yuqori haroratlik qaynoq suv va yiringdan iborat bo'ladi. Chunki ular qilmishlaridan hisob ilinishdan qo'rqmaydi. Hamda bizning oyatlarimizni qattiq inkor qiladi. Her narsani to'liq xotirlab qo'ygan edik. Ularga aytamizki, tetinglar, sizlarga faqat azobni ziyoda qilamiz. Shubhisizki taqvodorlar ne'matga erishadi. U ne'mat bog'lar, üzümlardir. Tangtush qizlardir. Sharob bilan to'ldirilgan jamlardir. Ular jannatda yolg'on so'z, behuda so'z anglamaydi. Ayni shular Rabbingning bergan mukofoti yetarlik atosidir. U osmonlarning, ziminning va ularning orasidagi shay'larning Rabbidir. Nihoyatda shafqatlikdir. U kunda hech kishi uningga so'z qilishga qodir bo'lolmaydi. Jibril va farishtalar sap bo'lib turib ketadigan kunda, ya'ni qiyomatda, ularning orasida mehribon Allohning izniga erishgan va to'g'ri so'zni qilganlardan boshqa hech ahadining so'z qilishiga bo'lmaydi. Ana shu cho'qim bo'ladigan kundir. Kimki iymon bilan, yaxshi amal bilan Rabbiga qaytadigan yo'lni tutishni xohlasa, tutsin. Biz
sizlarni hakikaten yüz berişi yıkın azaptın, yani ahiret azabıdın agahlandırdık. O günde kişi ilgiri kılgan emellerini kördü. Kafir, kaşki men tüprak bulup ketken bolsamçu, deydi.